sizlarga hozir har doim o'zim bajarib yuradigan bir foydali ishimni bo'lishmoqchiman. Hozir mana qo'l atrofini qayerdan yarim baqir suv qo'ydim. Qolgan sirka. Sirka solasiz. Yaxshilab aralashtirib, ozgina kondisioner solasiz hidi chiqib turishi uchun. Yetadi. O'zini pullab chiqadi. Mana shunaqa bitta paket pol artishga, endi menga anaqa zavod ko'mib qimmatdan olib pol artadigan paketlardan yo'q, o'zi qisib o'zi qiladigan. Xudo xolsa asta-sekin bo'ladi. Baxt bu narsa emas. Bitta kichkina idishchaga qilaman har doim. Bitta kattaga qilaman. Bunga pol artaman, bunga eshiklar, podokонниклар, shkaflar, chang bo'ladigan hamma joyda artamiz. Qaranglar, sirkali suvni men sizlarga foydasini aytay. Odam oilasiga, farzandingizga, o'zingizga bir chiroyli kiyim kiyib chiqqaningizda yo bir chiroyli bo'yanganingizda yoki qanaydir ko'chada kimgadir nazaringiz yoqib qolsa, nazar tushadi. Istaringiz yoqib qolsa, nazar tushadi. Oilangizga nazar tushishi mumkin. Ko'z tegish deydi. Ba'zilar yugurib o'qitadi, noqiladi. Yo'q, mana shu sirkali suv bilan haftasiga bir marta, ikki marta pollaringizda, eshiklaringiz, podokонник hamma joyda artsangiz, nazarlar ketib, odam yengil bo'ladi. Bir narsa bosayotganda ishqingiz kelmaydi. Faqat yotay deydi, qorningiz och qolsa yegingiz kelmaydi. O'z-o'zidan kayfiyatingiz o'zgaradi. Bu nazar ko'z tushsa shunday bo'ladi. Ba'zilar bir joylari og'rib aylanadi, mana shunaqa bo'ladi. Shuning uchun har doim sirkali suvda artinglar. Bu kondisioner solgani prosta hidi uyga chiqib turishi uchun. Sirkali suv qo'lni artib yursangiz, yengil bo'lib yurasiz. Nazarlardan, ko'zlardan asraydi. Shu foydali videoyim doim yaqinlaringizga borib, ro'zg'orlaringizga bajarib yuring. Hozir men boyab artaman. Keyin podokонник shkaf qilsam, hamma joyda artib chiqaman. Yaxshilab qo'llaringiz yaltiratadi. Chunki sirka bilasizku, idishda ham yaltiratadigan xususiyatga ega. Yaxshilab artish kerak. Mana eshiklarni adillas ana qildim. Qarang, mana eshiklar nazardan, ko'zdan asraydi. Oilangiz saldan rahmatli enam shu gapni aytardi. Nazar tushsa, ko'z tegsa, kirma kirsa, ana shunga yugurib domlaga yo fonchiga borish kerak emas. Sirkali suv juda ko'p narsaga davo beradi. Mana shu sirkali suvni keyin sepsangiz ham bo'ladi. Shu foydali videoyimni yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Sizlar ham agar amalda foyda ko'rsalaringiz,